Балыға райышлық қылайлы. Баласыға һәр қанча амырақ болсымы, баласыдан хәдисла райышлық вә итаатчылыкны талап қылдыған ата-аналар әмәлиятта нопозны пәш қылдыған зомкәлләрдән булганлык өчен баласы қойған талапларны әзәлдән дурус вә шәксез дип қарайды. Балыға өзі белән тәң барабар муамилә қылышны һәргиз білмәйді. Шуңа ундак кешеләр балаларының назарында фақат яғаш құлақ ата-аналар халас. Балалардан райышлық талап қылыш нұрғын ата-аналарның күнділік тұрмышта маңдамды бір ұшырап тұрған адет кішілер. Шуңа ular балаға баха бериште баланың райышлық вә итаатчылыгын әқалли өлчәм қылады. Амма biz бала тәрбиесінде башқачарак yol tutqunimiz uchun балаға gap аңла degan so'zni intayin az qilatdik. Әксінше көп hollarda balaның gapini аңлайтдық. Qizim 2 yosh kirgan yili uni Tianmen maydoniga o'ynatqilab bordik. Koç avtobus bekatida berish uchun asma ko'rikdan o'tishga to'g'ri keladi ekan. Ammo qizim asma ko'rikdan o'tishga unamay, ikki tarafi salasolliq, kengligi 10 santimetrlik keladigan bir qisilchoqni ko'rsatib, mush yerni o'taman deb turib oldi. U ashundaq odam mangmaydigan yerlardan mengib beqishga amroq edi. Biz bilan birga chiqqan tuqqanimiz qizimga u yerda mangmay asma ko'rikdan mangayli ma'qulmi dedi. Biroq qizim uning gapiga unamadi. Men hali tuqqanimizga mayli, karingiz bo'lmasin. Qandaq mağuz kelsə şundaq mağsun, dedim. Şundaq qilib qizim həlaqə qısılcaqdan iki tərəfdəki salasullarını çiң tutqunca bir qədəmdən aldığa qarab mağdı. Biz salasulның sırtida onunğa көз qulaq bulub mağdıq. Dəl şu çağda qızımdan çoğraq bir oğul bala qızımның salasullu qısılcaqdan ötüb atqanlığını görüb, umu aşu qısılcaqdan ötməkçi boluydu. Apısı, "Tuzmang, gepinglar, hə?" dedi də balının quludan söyrəb degidək mağdı. Qızım heliqi qısılçaq arqalıq asma körüknің o beşiği nəhayət təhs etib berib, xoşallıqda qın-qınıq patmay qaldı. O yeni heliqidəki salasını boylab asma körüknің yeni bir beşiği barmaqçı boldu. Onda qıman qızım, dedi heliqi tuqqunimiz balağa. Qarаңа, balıqı bayqı bala bək gap аңлайды ekan. Apısının gepiga ma'qul bo'lib, u yerda mangmidi. Sizmi shunday qiling, ha? Tushunga qizim, dedim men bu tuqqunimizning ko'ngli kelib qolmasin degan niyatda. Tezroq mangayli. U yerda mangsangiz tez o'tib bo'g'il bo'lmaydi ekan. Ammo qizim gapimga bo'lmay, heliq salasini chang tutguncha oldiga qarab mangdi. Qizimning xushalligini ko'rib boshqa gap qilmadim. Asma ko'rikdan mangsa bir 2 minutda bekat tarafga o'tib bo'g'il bo'ladi. Ammo qizimning salasulli qisiljoqdan o'tishiga oz degandimi 10 minut ketadi. Heliq tuqqunimizning ko'nglida menga naroz bo'layotganligini his etib turib. "Bekmi qo'lga yumshoq ekansiz, ha?" dedi u tuqqunimizmi kulib turib. Bala shunchalar bangboshlik qilyapsizmi, g'ingqimidingiz. Hadislar balaning gapiga ma'qul deydigansiz. Bala nima qilman desa o'z meliga qo'yib beradigansiz. Bu tiqinimizning ko'ngildagisi menga 5 qo'ldek ayon edi. U shu chog'da texi balliq bo'lmag'achqa bala tarbiyasining ba'zi bir nozik taraflarini uqmaydi. Ichimda uningdan apu so'rg'im keldi. Men odatda cho'nglar bilan balalarning manfaat to'qnashib qoladigan chog'larda balalarning manfaatini oldin o'rin qo'yaman. Baya salasullu qısılcaqdan ötümen deb g'alva qilgan qizimning o'rnida boshqa tuqqunimizning balasi bo'lgan bo'lsa-mu, uning o'z xohishi bo'yicha ish qilishiga yo'l qo'ygan bo'lardim. Chunki biz balani o'ynatqila chiqqan. Bala Tianmenga berib o'ynamdi yoki asma ko'rikka chiqib tushamdi, baribir o'yin. Qizimning bayamqi kayfiyatidan qaraganda, uningga asma ko'rikda o'ynash Tianmen maydoniga borgandimi ko'ngillik tuyulgandek qiladi. Dadasi ishkoylarning bala oldidagi rayishligimiz ba'zilarning ko'ziga sig'magan edi. Qizim 12 yosh kirgan yili chaqanda Bejandan 2 Mo'g'ulga o'zimizning pikapi bilan borgan edik. Asli planimiz bo'yicha chaqanning 8-kuni nashridan keyin laqluqlarimizni yig'ishtirib qaytishga taraddudlandik. Voy, yana bir mo'mamning uyida shunchalik turgan-ku, dedi qizim kiyimlarining iramchakli bilan kiygash. Mo'mamning uyida yana bir necha kun to'saq bo'lmamdi, hadlarim bilan yana o'ynag'im bor edi. Qizim hadlardan ayrilish ko'z qiymay yig'lab atayli deb qolgan edi. Navoda әтісі маңсақ dadasi ishkimiz birər gün aram olmay ishga tushib ketishga to'g'ri keladi. Shundaqdimi birər kunning yenish yo'q deb o'ylab yana bir kun turish niyatiga keldik va pikapga besib bo'lgan laqaba uloqlarimizni yondirib ekirdik. Qizim hadlari bilan qin-qiniq patmay o'ynag'il turdi. Ammo opam әтісі kechda berib o'gin etigan ishga chiqsaq bek charchab ketganligimizdan ansirab qoldi va balni bekli sening rost deb o'gitib qo'yibsizlar, dedi. Ammo meningcha balaga sening rost deb o'rgatganimiz bilan u o'zimning rost deydigan menmancha balalardan emas. Boshqalarning holiga yetadigan oq ko'ngil bola bo'lib chiqdi.
Шуңа qizimni ko'rganlarning hammasi bu qiz ham aqlliq, ham ig'ir besiq bola bo'pti deb maqtaydi. Qizimni bu jihatda bizga qaraganda obda o'sdi deb qarayman. Шуңа biz balaning fikriga chin ixlosimiz bilan hurmat qilatdik. Bulubmu qizim cho'ng bo'lib, aql topgandan buyon uyda biror ishga yo'liqib, beshimiz qatgan chaqlarda uningdan maslahat olatdik. Ish qilib tozalashimiz qizimizning oldida nihoyat royish ota-onalardan edik. Ota-ona bo'lgankanmiz, balaning har qanday ishiga ma'qul da'vasak maplashmaydi albatta. Шуңа bola bilan bu jihatda tirkishib qolgan chaqlarimiz bo'lgan. Hozir o'ylab ko'rsam, bola bilan bo'lgan ashu tirkishishlarning hammasi bolani to'liq tushunmaganligimiz yoki masalani hal qilishda nabop usulni qo'llanganligimizdan kelib chiqqan ekan. Qizim 4 yoshlarga kirgan chaq edi. Bir kuni yana bir do'stim bilan bolalarni yo'lboshtaq bog'chasiga o'ynatqilab bordik. Qizim ikkimiz chiroyli kiyinib, oldimizga yugurib ketayotgan bolalarning orqasidan paranglashqa ashmandik. Bu ikki qizning piltindab o'ynashlari odamning umroqligini keltirdi. Aldımızda oynab ketayotgan bolalar ushtum tizlandida 4 putlab o'milga o'tirdi. Do'stim ikkimiz bolalarni unda qilmanglar deb baqirdik. Ammo bolalar bizning gapimizni anglash talati yo'q edi. Shuning bilan yugurib berib ularni yerdan turg'izib uchisidagi to'plarni qiqishtirdik. Ammo buning xafa bo'lgan bolalar tumshuqlarini purishtirgildirdi. Bu ish kunlik turmushimizdagi arzimas ishlar qatorida hash-pashtigacha yodimdan ko'tarilib ketibdi. Oradan bir necha yil o'tdi. Qizim 5-yilda o'qiyotgan yili uning ko'ngli deganda tushunmaydiganligimdan ranjib qolganligi haqida so'zlab o'tib, gap borlig'ida shu qatam yo'lbos taqib baxsiga borgan chog'dagi ishni tilga oldi. Qizim mundoq dedi: "Shu chog'da do'stim ikkimiz hammadan bu yerga taqiyamishmiz deb keldik-ku, ammo yo'lda tuzmadi ekan. Bu nədimi taqiyamish bo'lsin?" degan o'yga keldik. Shuning bilan taqqa rostil yamishib chiqish uchun yerda tizlanib turib 4 putlab o'mildik. Angacha sizlar vaqirab-chaqirab kayfiyatimizni uchiryaptinglar. Bolalarning shu chog'da nima uchun tuyuqsizlar yerda 4 putlab o'milganligining sababini qizimning osh gapini anglagandan keyin ondan tushundim. "Isit, shu chog'da o'ylaganlaringizni desangiz bo'lmamdi, bolam?" dedim pushaymon bilan. Uni bilgan bo'lsam, hargizmi to'smagan bo'lardim emasmi? "U chog'da men kichik tursam", dedi qizim. "Ichimliklarni to'liq tushuntirib bera olmayman-da. Navoda nimishqa tuyuqsizlar o'milmoqchi bo'lib qoldinglar deb so'ragan bo'lsanglar, ehtimol deb berilgan bo'lardik. Hey, gahiduju, mush cho'nglar oldi keyninglarni o'ylab boqmay bolalarga hört-pört deysizlar. Bizdan gap anglamadi deb ranjiysizlar." Qizimning bu gaplari meni bakmi qoyil qildi. Shundaq emasmi? Taq yamishib kelgankanmiz, bolalar yamishib boqsa nima bo'pti? Keyin maynat bo'lib ketsa uni yuvag'il bo'ldi. Yetilib ketsami hech qisi yo'q. Kiyimi maynat bo'lib ketadi degan osh teriqdek bahona bilan bolalarning shu chog'dagi o'tdek intilishini yo'q chiqardi ekanmiz. Nima degan hamoqatlik-a? Hozir bola tarbiyasida o'tkazgan oshu savarliklarimni yodimga olsam numus qilg'im keladi. Mubodo vaqtni kayni qoldirib bo'lgan bo'lsa, bola tarbiyasida texma aql bilan ish ko'rgan, bolaning undaq ishlariga hargizmi kaltipamlik bilan muomala qilmagan bo'lardim. Bolalarning ingi bilan tilini ko'pincha mos qadamda yetilanmaydi. Шуңа нургын нәрсәләрне ойлап итәлгене белән дәп бирелмәйди. Яки десиму гәпләре уйлыгындан чатнап китиди. Чөнки балаларның көңелдәгене ифадалаш шәкелләре адәттә гәп аңлаш яки аңламаслык, раишлык яки буйын тавлык, йыга яки күлкегә төгәлләнгән булады. Шуңа чоңлар балалардагы аш ifadənin алдыңгысыга әһмият берип, кәйнексез сәл кармаслыгы, нер берсini уқмай турыпла балаларны хәтисла раишлыкка жормаслыгы, baladagi turli ifodələrdən ularning yurak sadosini bayqish lozim. Shuning bilan birga bolalarni o'ylaganlarini tilda ifodalashga imkoniyatning boricha yetaklash kerak. Qizim 3 yosh kirgan yili bo'lib o'tgan bir ish yodimga kelib qoldi. U chog'da yo'ldoshim sirt ishlaydigan bo'lg'achqa uyga bir necha oyda bir qatim keladi. Qizim dadasini seg'ingan chog'larda mendan "Dadam qachon keladi? Boshqa bolalarning dadalari ajab yiroq ishlamaydi ekan-ku" deb so'raydi. Shu chog'da televizorda "Yaxshi kunlar yor bo'lsin" nomli televiziya teatri berilyotdi. Uningda Darlitamdagi bir onaning yetim bolalarga kuyib pishib qaraganligi, bir er kishi bilan chin dildan ish pash tortishgan bo'lsa-mu, murodiga yetolmaganligi hikoya qilinadi. U filmni qizim ikkimiz birga o'tirib ko'rdik. Bir kuni u televiziya teatrida heliq ayol qaratgan yetim bolalar uni baxab qilib ketgachga, bolalarni tashib etib chiqib ketganligi, bolalar holidan xabar oladigan odam bo'lmag'achqa och, zerin qilib bakmi qiynalganligi haqida nihoyat ta'sirli hikoya qilindi. Qizim o televiziya teatrining shu kunlik qismini butun zehni bilan ko'rdi. Televiziya teatri tugishiga yotadigan vaqtim bo'lib qoldi.
Шуңа qizimga usulini ichib olib, yüz-ko'zingizni yuvib kirib uxlang dedim. Ammo u gaplarimni anglaydigandek emas edi. Qizim televiziya teatrining voqealigi haqida to'xtamay savol so'raydi. Uning bolalarning opasi nimishqa ularni tashlab chiqib ketadi, u qaytib kelamdi degandek savollar ustida kala qattirayotganligi ko'nglimga ayon edi. Ishqilib bolaning savollari meni gangirtib qo'ydi. Shunga bo'ldi qiling balam, men kirib uxlang, yetishdan burun ussizlik ichib olishni unutmang dedim. Qizim osh kepim bo'yicha piyolni iranchaklik bilan qo'lga oldi-yu, nimishqadir tuyuqsizlik yig'lab ketdi. Odatda xili ishlarga bardosh bera oladigan bolaning ushtum tut yig'lab tashlaganligidan hayron bo'ldim va televiziya teatridagi o'sha bolalarning holiga echinib yig'layotgan o'xshaydi deb o'ylab unga tasalli berdim. Yig'lamang qizim, u bolalarning opasi cho'qim qaytib keldi. Uni atrik qismdan ko'ramiz, ammo bolaning yig'isi to'xtaydigandek emas edi. Qaraganda u boshqa bir ish ustida yig'layotgandek qiladi. Ko'chalab so'radim. Appa qozam, dana zat nima ish bo'ldi? Nima yig'layapsiz? Men uning mag'ziga yoshlarni surtdim. U bolalarning dadasi nega ketibdi ekan? deb so'radi qizim yig'lab turib. Bu gapni anglabla qizimni bag'rimga mahkam bosdim va yig'lamang qizim, yig'lamang. Dadangizni bek sig'inib ketibsiz-da? Dadangiz kelar oyda qaytib keldi. Ishkimiz ataganlikka dadangizga telefon berayli bo'lamdi? dedim. O'zimni ta'sdi besib. Qizim yig'lab turib beshini langishdi. Qaraganda bolaning mendan kutgan javobi bu emasdekmi qiladi. Men hayronlikda qizimning mag'zini suyib turib, nimishqa yig'layotganligining javobini so'radim. Qizim yig'isini to'xtatib, gapimga javob berishga tirishib baxdi-yu, og'ziga gap kelmaydi. Uning ustiga biror ishga aldirayotgandek titildab turadi. Buning bilan qizimdan agitibroq so'rab baxdim. Sizga nima ish qilib beray bolam? Dana, mana men tayyor bo'lamdi. Qizim bu gapimni anglab beshini langishdi va "Appa, bu uydan kechib ketaylik-chu" dedi birdam o'ylangandan keyin. "Bu uy yaxshi emas ekan." Qizim yana yig'lab ketdi. Bolaning bu gapi meni texmo gangirtib qo'ydi. Uning bir ishga ko'ngli yerim bo'lib, titildayotganligini sezdim. "Nimishqa bu uydan kechib ketaylik deb qoldingiz, bolam?" Qizim texmisi deb yig'lag'ildirdi. "Bu uy yaxshi emas ekan. Bu yerdan ko'chib ketaylik, appa." Uning nima deyotganligini anqirib bulamay, uning mag'zidagi yoshlarni surtgach, aldirab so'rab baxdim. "Tepaqqa balam, nima ish ko'chib ketimiz?" Qizim yig'idan to'xtab gapimga javob berishga tirishib baxdi-yu, ammo deydigan gapini topolmayotdi. Men birdam o'ylanib olgandan keyin yana so'radim. "Bu uyga o'ch bo'lib qoldingizmi?" Qizim ha deb beshini langishdi. "Tova, bu bola nima deydigandu endi? Nimishqa bu uyga tuyuqsizlik o'ch bo'lib qolgandu? Buningda cho'qim bir sabab bor." Men baldan yana so'radim. "Qozam, bu uyning nariga o'ch bo'lib qoldingiz? Men deb bering." Qizim birdam o'ylanib olgandan keyin yig'lab turib javob berdi. "Televiziya teatridagidek qizil javurliq uyga o'ch bo'lib qoldim. Chopso'roq ko'chib ketaylik." "Qizil javurliq deganingiz nimasi endi?" Qizim esida yig'lab turib odatda o'yinchoqlarni silib qo'ydigan qizil ranglik yo'g'on plastik javurni ko'rsatdi. Men shu chog'da bolaning nimaga yig'layotganligining sababini bildim. Biz ko'rgan televiziya teatridagi 3-4 yoshlar kirgan Yaya ismli bu bir qizmi o'yinchoqlarni ashunda qizil ranglik yo'g'on plastik javurga silib qo'ydi ekan. Uning ustiga o'sha javurning shakli va cho'ng kichikligimi bizning uydagi qizim bayam ko'rsatgan javurga o'xshash ekan. Shunga o'sha javur ekranda ko'rsatilganda qizimga "Qarang, o qizning javurimi sizniki o'xshaydi ekan" degan edim. Demek qizim kichik bo'lg'achqa osh televiziya teatridagi voqealikning sababini degandek anqirolmay, Yaya ismli o qizning opasini ayrilib qolib, qari yetim bo'lib qolganligini ko'rgandan keyin qandaqdir qizil javur bor bolalarning dadasi uyga kelmaydi ekan, opasimi bolalarni tashlab chiqib ketgan deb o'ylab qopti. Men ko'chalab so'rab yurib ishning sababini bilib olgandan keyin uningga bolalarga xos til bilan tasalli berdim. "Hargiz qo'rqmang. Men hargizmi sizni tashlab uydan chiqib ketmayman. Dadangizmi kelar yili sirtdagi xizmatini tugatib uyga yenib keldi. Uchimiz mangu ayrilmay birga yashaymiz. Yayaning yetim qilishi uning qizil ranglik javuri bilan qilcha munosabatsiz." Shuning bilan qizimning ko'ngli joyiga tushib, birdan uxlab qoldi. Men tatliq uxlayotgan qizimga sinchilab qoldim. Bolalarning o'y-xayolini tushunish nima degan muhim? Bunundan qaraganda cho'nglar bolalarni hech nima uqmaydi deb qarab, bolaning gaplarini inchki tushunib baxmayla, hadisla ularni kas kelmas aldatsa yoki tanbehlab qo'rqitsa, bola ko'nglidagi tugunchakni yesholmay uzoqcha azob va dakki-tukki deb jirgan.
turmuşda haqiqiy yağaç quraq ballarını ko'rib baqqanman. Bir qatam yaqin o'tirganlardan bir nechalarni birga g'izolangal chiqdik. Aradan bireylarni 7-8 yoshlardagi o'g'ilni ilib olgan ekan. Tamaq әмділ тартылып тұрышыға, хеліқі бал апсыға қандақтыр bir ойыншықның гепini qilib, ашыны hazır chiqib ilib bersen deb turib oldi. Apısı onunğa tamaqdan keyin ilib beray, hazır o'ltirib tamaq yeyli dedi. Amma o bala, "Yo'q, hazır dedim, hazır" deb g'alva qilg'ildirdi. Apısı uni dushkanlab ketdi. Buning bilan hammanglar chevi yavag'andek bo'lib qoldik. Başlan tushunish, başlarning holiga yetish deganni faqatla bilmaydigan bu balni apısının boyaqi bo'yicha gap o'tmas yog'och quloq deyishga bo'ladi. Dasturxondagilar taraf-tarafdan uningga avval azroq bir narsa yevol bolam, tamoqdan keyin chiqib elib bersin degandek gaplarni qilib boqdi. Ammo u bolaning ma'qul deydigan talati yo'q edi. Shuning bilan opasi bolaga parvo qilmay o'tiraverdi va "Bo'ldi, u chaptikash bilan karinglar bo'lmasin" dedi. Dasturxonda o'tirgan erlardan biraylan pasildaq qutliq koladan birini heliqi bolaga o'yinishib, "Xo'sh" deb sundi. Bola qutini darhol qo'lga oldi. Demak, u bolani ayvash keltirishning amali bor qiladi. Bola qutining og'zini ochay deb turishiga opasi darhol uni to'sdi. "Yo'q, kola ichsang bo'lmaydi. Meva sharbat ichgin." Bola kola ichay deb og'zini shundoq opirishiga opasi uni tortib olib, uningga meva sharbatidan birini sundi va "Mana, mavni ichgin" dedi buyruq ovozda. Buning bilan bola terikib so'ziga o'tirdi. "Koladan ichib boqay desam unumay. Hamisha qatiq ichgin, meva sharbat ichgin" deydi deb turib oldi ekansa. "Undaq sharbatdan o'zing ich." "Nimanda gap anglamaydigansa?" dedi bolaning opasi. "Kola degan u narsaning quvvati yo'q, uni ichsang bo'lmaydi." Aradan biraydan heliq oyog'i nasihat qilib boqdi. "Ichiman degandikin biror qatim ichib boqmasinmi? Azroq ichganga hech nima bo'lmas." Ammo u ayol gap yetagandek emas edi. "Yo'q, bolaning royiga boqsaq bo'lmaydi. Koladan bir yutum ichmasin" dedi heliq ayol va qo'lidagi meva sharbatini pasida qilib ichib, uni stakan qo'yib o'g'liga sundi. "Jali qilmay, manich." Ammo bola yo'q deguncha ta'tirli qilib o'ltirib oldi. Ichimda o'ylab qoldim. Bundaq giri ananing bolasi yog'och quloq bo'lmay nima bo'lsin? Ata-onalar bolaning tunji ulgisi. Shunga ata-onalar bolani qoyil qilishda hadisli cho'nglarga tutgan pozitsiyasi bilan boladan rivoyat talab qilg'il tursa, bolami bilib bilmay boshqalarga ashundoq pozitsiya tutgan bo'lib qoladi. Bolalar ata-onasiga bo'lgan qarshilikni odatda bo'yintovliq deb atlaydi. Bundaq bo'yintovliqqa odatlanib qolgan bolalar bara-bara ba'zi quloq ters holatda bo'lib chiqadi. Bola tarbiyasidagi ko'z ko'rinib qolgan ba'zi odatlarga jiq nuqsonlar yoshiringan. Ammo nurg'unlarimiz buni his qila olmaymiz. Masalan, ingimizga singib ketgan bolalardan rivoyat talab qilish odati qarmoqqa bolalarga yaxshi bo'lsin degan ideyaning konkret ifodasida ko'rinsimi, amaliyotda u bolalarni cho'nglar bilan barobar o'rnida ko'rmaganlik. Shunga cho'nglar ko'ngilda bolalarni o'zi bilan barobar ko'rishni o'ylasimi, bolasi oldida hamisha nupuzni pash qildiganligini o'zimi sezmayli qoladi. Fillo nupuz etkisini qattiq sökkan faylasuflardan. Shunga u nupuz etkisini mundaq ta'birlaydi. Nupuz etkisida rayishliq sabab bo'yintovliq gunoh sanalganligi uchun o'qti qo'pish kechirgil bo'lmaydigan og'ir jinoyat hisoblanadi. Balasiga har qancha amroq bo'lsa-mu, ammo balasidan hasi dislam, rayishliq va itoatchilikni talab qiladigan ota-onalar amaliyotda nupuzni pash qiladigan zo'migarlardan bo'lganligi uchun balasiga qo'ygan talablarini azaldan durust va shaksiz deb tunuydi. Balaga o'zi bilan barobar muomala qilishni hargiz bilmaydi. Shunga undaq kishilar bolalarning nazarida faqat yog'och quloq ota-onalar xolos. Demak, ham o'zimchilik, ham tarsa kishilarni balaliqi hali uzun mezgilgacha boshqalarning boshqarishida besim ichida bo'ysunish bilan o'tgan deb jazmlashtirishga bo'ldi. Undaq turmush bolalarning qalbiga abadiy saqaymas jarohat silib qo'ydi. Nurg'unlarimiz ashundaq tarsalikni o'zimizning avlod urpoqlarimizga ishlatib, uni keyingilarga udum qoldirib qo'yamiz. Balalarga rioya qilayli deganim hargizmi aqalli axloq o'lchamini qayirib qo'yib, bola nim desa ha deyli deganlik emas albatta. Uningda hadislar balaga hört-pört deb buyruq tushiradigan, tugumas shartlarni qo'yadigan, qo'pol, adabsiz gaplar bilan tarbiyat beradigan, bolaning gapini qat'iy anglab boqmaydigan ota-onalar nazarda tutilgan. Rioya qilish bilan bulishib qo'yib o'tish bir-biriga qarama-qarshi ikki xil pozitsiya. Ya'ni rioya qilish bolalarning qalb dunyosini tushunish, ularga barobar muomala qilish bilan bulishib qo'yib o'tish bolalarni erkin qilish bilan xarakterlanadi. Jumladan ota-onasining rioyaligida o'sgan bolalar demokratiyaning chin ma'nosini biladigan puxrolardan.
Ата-анасының buluşu qo'yib etishi bilan erkin aynoq o'sib qolgan bolalar akan qarag'ay jahonda bir deb yashaydigan zo'mgarlardan bo'lib chiqadi. Russo mundaq deydi: Balаңыз o'zi qilgan ish kuchlari davomida boshqalarga egilib itoat qilishni, siz baja keltirib bergan ishlar davomida boshqalarni ishiltib kun elishni o'rganib qolmasin. Bala o'zi vujud chiqargan va siz tayyor qilib bergan atmish amallarning hammasida o'ziga taalluq o'likning mavjud ekanligini his qilsin. Buni o'z gapimizga aylantirsak, ota-onalar bilan bala hadisli qarshi tarafni bosh egdiraman deb turib olmay, roishlikni unutib qolmaslik lozim deb tushunishga bo'ldi. Qisqasi, boshlamchi va kuchli qo'mondonlardan bo'lmish ota-onalar samimizda bo'lsinki, balam yog'och quloq bo'lib qolmasin desanglar, oldi bilan balaga roishlik qilishni o'rgatinglar.